Assalomu alaykum hammaga. SQL 50 ta savolini ikkinchi kuniga xush kelibsiz. Bugun biz ikkinchi savolni ko'rib chiqamiz va bizda 13 minutcha vaqt bor. O'ylamayki ulguramiz, chunki defaultda downtime bo'lar ekan. Tak, bizda ikkinchi savolimiz find customer referee. Xullas, bizda shunaqa table bor. Table not a customer va unda uchta column bor. Birinchi column ID, o'sha customer ID'si, ismi va referee ID. Xullas, bu customerda kimdir taklif qilgan, misol uchun mana shu magazinga kelib savdo qilib ko'ring deb. U ham customer bo'lgan. Mana shu referee ID. Endi biz example datamizga qarasak, men bu yerda databaseda oldim, yana yaxshiroq ko'rinishi uchun. Mana bu customer ID'si, misol uchun birinchi ID Will degan customer va uni hech kim taklif qilmagan, o'zi kelgan, null bo'lib turibdi shuning uchun. Bizda ikkinchi customer Jane, uni ham hech kim taklif qilmagan. Uchinchi customer Alex'ni ikkinchi ID'dagi customer taklif qilgan. Demak, Alex'ni, demak Jane taklif qildi. To'rtinchi Billni ham hech kim taklif qilmagan. Beshinchi customer Zakni esa birinchi ID'dagi customer taklif qilgan. Demak, Will taklif qildi. Demak, Zakni Will taklif qilgan, Alexni Jane taklif qilgan. Markni ham ID'si referee ID'da ikkita turibdi. Demak, Markni ham Jane taklif qildi. Endi bizga savol nima? Shunaqa customerlarni topgin degan, ularni referee, xullas ularni taklif qilgan customer ikkinchi ID'dagi customer bo'lmasin degan va hech qanday customer ularni taklif qilmagan bo'lsin degan. Demak, biz javobga qarasak ham Will, Jane, Bill, Zak turibdi. Demak, Willni hech kim taklif qilmagan, Jane'ni ham hech kim taklif qilmagan. Billni ham hech kim taklif qilmagan. Zak bo'lsa birinchi ID'dagi odam tomonidan taklif qilingan. Demak, biz mana bu ikkinchi ID bilan taklif qilingan odamlarni chiqarib tashlashimiz kerak va boshqa hamma ID'larni saqlab qolamiz va null bo'lganlarni ham saqlab qolamiz, chunki ularni hech kim taklif qilmagan ikkinchi shart bo'yicha. Demak, query'imizni yozamiz. Bu ham juda ham oson, select statement bilan hal bo'ladi. Javobimizga qarasak faqat ismni qaytarsin degan. Faqat hozir yaxshiroq tushunarliroq bo'lishi uchun hozircha hamma kolumnlarni qaytaramiz. Demak, yozamiz select star from customer where yozamiz referee ID teng bo'lmasin. SQLda teng bo'lmasin ikki xil holatda yozsa bo'ladi. Bittasi o'sha umumiy barcha dasturlash tillaridagidek undov yozish orqali tengdan oldin, ikkinchisi bo'lsa mana shunaqa katta yoki kichik belgisini bir-biriga qarama-qarshi qilish yozish orqali. Demak, shunaqa o'ziga xos usulda yozamiz. Demak, referee ID'si 2 ga teng bo'lmasin va mana bu referee ID'lari null bo'lsin. Yozamiz. Referee ID'lari is null bo'lsin. Ishlatib ko'ramiz. Oops, what happened? Bu yerda or ishlatishimiz kerak edi. Birinchi videoda ko'rsatganimda. Demak, referee ID'si buni o'zini run qilib tursak, customerlardan bizdan chiqarsin ham yoki null bo'lsin yoki 2 ga teng bo'lmasin, xullas. Demak, shunaqa holatda biz or ishlatishimiz kerak. Ikkalasidan bittasi to'g'ri bo'lishi kerak. 2 ga teng emasmi? Birinchisi va null chiqarib beraveradi. Misol uchun, mana bu case olsak tushunarliroq bo'ladi. Zakni taklif qilgan odamni ID'si 2 ga teng emas, chiqaveradi. Referee ID is null bo'lib turibdi. Bu case'ga tushmasa ham biz or ishlatganimiz uchun mana buni o'zi true. Demak, mana bu case'imiz ham qaytariladi. O'shaning uchun endi to'liq run qilsak, mana biz kutgan natija chiqdi. Endi faqat ism so'ralgani uchun name yozib qo'yamiz. Mana shu bizning javob bo'la oladi. Buni submit qilamiz. Run. Demak, qabul qilindi. 203 millisekundda run bo'ldi. Submit qilamiz. Submit qilganimizda 15% ni yengildi dedi. Demak, 15% odamlarning yengdi. Bizdan demak 85% odam yaxshiroq kod yozgan.
Endi o'ylaymizda yaxshiroq kod yozishni o'ylab ko'ramiz. Qanaqa usulda biz mana shu query'imizni sal yaxshiroq yozishimiz mumkin. Bu narsa o'zi asosiy mana hozir birinchi ran qilganimizda 15%, endi 82% chiqdi. Bu narsa shu serverdagi hozirgi ishlatilib turgandagi resursga bog'liq bo'lib qolgan. Chunki query'imiz unaqa advanced yoki kompleks emas. Shu holatda ham mayli boshqa usulni yozib ko'ramiz. Demak, bizda calls degan funksiya bor. U nima qilib beradi? Uni o'chirib turaman. Uni o'rniga sen yozib turaman. Xo'p, calls nima qilib beradi? Mana bu null valuelarni o'rniga birorta value qo'yib beradi. Nullni o'rniga misol uchun biz qo'yamiz 0 qo'yib qo'yaylik. Shunaqa id bizda yo'q, 0 deb ishlatsak bo'ladi. 0 qo'yganimizda mana buni o'rniga 0 demak shuni yozib ko'rsatay. calls referee id null bo'lsa просто 0 qo'yib bersin. Demak mana null bo'ldimi? 0 bu 2 null emas, 2 qo'yib berdi. Null bo'lgani uchun 0 qo'yib berdi. 1 bo'lgani uchun o'zi 1 da qo'yib berdi. Bu 2 o'zi 2 turadi. Demak, null valyularning o'rniga faqat 0 qo'yib berdi. Endi biza mana bu hammasi integer bo'lib qoldi. Bizda endi oddiygina query yozib qo'ysak bo'ladi biza. Demak, yozamiz var mana bu kolonimiz teng bo'lmasin 2 ga. Demak, 2 ga teng bo'lmagan holat bu mana shu 2 ta. Bularni chiqarib tashlashda boyagi 4 ta rezultatni olib qoladi. Endi starni mana buni select statement просто name o'zgartirib qo'yamiz. Name. Demak, bu bizning rezultatimiz. Endi buni submit qilib ko'ramiz. Bu ham bitta yechim. O'zi boyagi yechim yaxshiroq edi bunga nisbatan. Buni ham submit qilib ko'ramiz. Bu ham o'sha birinchi ran qilganimizda kam chiqdi. Keyingi ran qilganimizda balki ko'p chiqadi. Bu narsani ko'rsatishimdan maqsad bu ham shu boshqa bitta masalaga yechim. Optimal variant birinchi yozgan variantimiz. Agar intervyuda sizlar boshqacha yozib ber deb qolsa, mana shunaqa variantda ham ko'rsatsangiz bo'ladi. Calls'ni qanday ishlanishini ham shu holatda ko'rib ketdik. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Ertaga yangi 3-savolni taklif qilib chiqamiz. Rahmat.